Assalomu alaykum muslimalarim. Bilaman bu video sizlar sog'ingan va yaxshi ko'rgan uborka videosi. Anchadan buyon bu yo'nalishda video qo'ymayotgan edim, lekin vaqt topib sizlar uchun bu videoni oldim. Har kuni bog'chaga boryapman, asosiy vaqtim bog'chada o'tib ketyapti, lekin shunga qaramasdan uy ishlari uchun alohida vaqt ajratyapman. Misol uchun bugun ham baxt uyimni o'zim xohlagandek chiroyli tarzda tozalab chiqdim. Ertalabdan sizlarga motivatsiya bo'lsin deb tez montaj qildim, azvochka qilib ertalabdan postda joylashtirdim. Hozirgi aytadigan gaplarim sizlarni xursand qiladi degan umiddaman. Bilasizlarmi, dinimizda ayol kishi uchun juda ham katta mukofotlar bor. Ayol kishi bizga farz qilingan 5 mahal ibodatni o'z vaqtida qilsa, erini rozi qilsa, farzandlarini solih va soliha qilib tarbiyalasa, ota-onasini duosini olsa, vallohu alam bu ayol jannatning xohlagan darvozasidan kirishga haqli emish. Qanchalar go'zal, to'g'rimi? Hattoki biz kundalik yumushlarimizda ham katta savobga erishib yurar ekanmiz. Ayniqsa oila a'zolarimizga taom tayyorlab. Yaqin orada ro'za-i Ramazon oyi yaqinlashib kelyapti. Bu oyda saharlik va iftorlik uchun taom tayyorlab, bir ro'zadorni qornini to'ydirish qanchalar savob, bir o'ylab ko'ring. Alhamdulillah, ayol kishi bo'lib yaratilganimdan juda ham mamnunman.